9-chi qism. Xonaga kirishganda Shiori birinchi bo'lib deraza yonidagi to'shakni egalladi. Uning odatiy sovuqqonligi xonadagi muhitni biroz og'irlashtirib turardi. Leyla kiyimlarini shkafga joylashtirarkan mag'rur ohangda: "Mening ismim Leyla, kumush qilich oilasidanman. Shiori, sening qora oloving haqida eshitdim, yomon emas. Lekin Mina, sen bu yerga qanday qilib kelib qolding? Senda ham qandaydir maxfiy kuch bormi yoki adashib tushib qoldingmi?" Mina biroz tortinib, o'zining oddiy matodan tikilgan sumkasini ushlab turadi. Men shunchaki imtihonda barcha savollarga javob berdim. Mening sehrim yo'q, lekin men o'simliklar va tabiat bilan gaplasha olaman. Menimcha, bu unchalik kuchli sehr emas. Shiori kitobini o'qishni to'xtatib, Minaga o'tkir nigoh bilan qaraydi. Tabiat bilan gaplashish — bu eng qadimgi va kam uchraydigan sehr turlaridan biri. Sening qudratingni hali o'zing ham bilmaysan, Mina. Bu yerda hamma zodagon, lekin faqat sen o'z mehnating bilan kelgan ko'rinasan. Kechkirib qizlar uxlashga tayyorlanayotganda eshik taqilladi. Bu Dante edi. U o'z xonadoshi bilan biroz chiqisha olmagan edi. Keyin Shioridan xabar olgani kelgandi. Dante eshik ortidan pichirlab: Shiori-san, uyg'oqmisan? Silya ustoz darsdan keyin senga nima dedi? Men juda xavotir oldim. Shiori eshikni ochib, Danteni ko'rishi bilan jahl qiladi. Dante, sen ahmoqmisan? Bu qizlar yotoqxonasi. Senga bu yerda nima bor? Silya ustoz hech narsa demadi. Shunchaki mashq haqida gaplashdik. Dante Mina va Leylani ko'rib biroz qizaradi. Voy, uzr, men shunchaki senga o'zim bilan olib kelgan shirinliklarimdan bermoqchi edim. Bilaman, darsdan keyin charchading. Mina jilmayib: Siz o'sha oqsehrgarmisiz? Shiori-san, sizning do'stingiz juda mehribon ekan. Shiori Danteni itarib chiqarayotdi. U do'stim emas, u shunchaki yo'limdan uchrab qolgan bir g'alati bola. Tezroq ket, Dante. Aks holda Silya seni qizlar yotoqxonasida ko'rib qolsa, jazo beradi. Ular uxlashga yotishdi. Bir necha soatdan so'ng Leyla o'rnidan turdi va Shiorining sumkasini kavalay boshladi. U sumka ichidan ko'pgina varaqli daftarni topib oldi. Shiori yotgan joyida ko'zini ochmasdan: Mening narsalarimga ruxsatsiz tegganlarni yomon ko'raman. Daftarimni sumkani ichiga qaytarib solib qo'y. Leyla qo'rqib ketadi va daftarni sumka ichiga solib joyiga yotib oladi. Keyin Shiori turadi va stul ustidagi suvdan stakanga quyadi. Stakandagi suvni ichib, joyiga yotib uxlaydi. 9-qism tamom.